Hozir akam ishda, men uyda video olib o'tiribman. Shu yerdan ham bilsanglar bo'ladi. Bittamiz layoqatsiz kelajagi haqida qayg'urmaydigan, ikkinchimiz video olib o'tiribmiz. Hazil. Xullas, men butun jahon ukalari nomidan mezon tashkillashtirishni so'rayman. Ya'ni bizni akalar ana shu mezon asosida dursin. Biz ham o'qiylik u mezonni, nimalar asosidaligini. Prosta kecha tushimda nima ko'rganim hozir aytib bera olmasam, seni o'ltirib beraman. Deyishi bu insofdan emas. Ayniqsa bir joyda turganda qocha olmaydigan poложениеda aytadi. Biz ham ma'lum bir miqdorda odammiz, to'g'risida. Ayamiz u uchun tug'maganda prosta ko'ryapti bitta bolasi sal dodurroq, to'po'roq, mishiqda urganidan sezyapti. U bilan urush uchun bizni tug'ib qo'ymaydi, biz yoshimizdan kuchimiz ham yetmaydi. Senga o'pib o'rgatib beraman. Soqolingdan press chiqadi, mashina o'rgan olsang deydi. Kerak emas menga. Men gugurt cho'pidaga bo'lib bo'lsam ham kerak emas hech qanaqa o'pit. Vashshi o'rganishga hojat yo'q. Eng maza qilganim akamiz sinf rahbari ota-onalar maylisini men orqali aytib berardi ayamga, chunki o'zi aytib kelmasligini bilib. Ayami kelishini ko'rib maza qiladi. Maktabdan yugurib keladi uyga, aya bilasizlarmi? Har holda nimadir topib kelganda endi misol maktabingdagi Jeki Channi ko'rdim demaydi.